manavi 4000 so'm. O'zimiz so'mimiz. Shunga bitta qo'y, bir kunlik, bir mahal emas, ikki mahal, bir kunlik to'yab desam ishonasizlar, videoda o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar. Biz sizlarga isbotlab beramiz. Biz yo'qotib qo'ymaslik uchun mana Islombek Chorvador kanali bunga obuna bo'lib, xudo xolasa qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, biz chiqarayotgan birinchidan videolarimiz sizlarga yetib boradi. Qani unda boshladik. Bitta qo'yimiz bor. Shunga 12 kilo siyoz beramiz, общий. Bu bug'doyni pishirib beramiz. Bir sutka yutib qo'yamiz bug'doyni. Bir sutka yutib qo'ygandan keyin buni pishiramiz, o'zi ochilib ketadi. Общий bittasi ertaroq tug'di. Itlar zo'r turibdi. Ozib ketami, ozib ketmaydimi degan gap so'z yo'q. Juda ham sodda ish. Endi ozroq mehr berilsa bo'ldi. Mana bir to'g'rani mana qo'chqarlarga beramiz. Mana bir oylik qo'zi qo'chqor. Bir oylik natija qaranglar. Xudo xolasa mana sizlar bilan eng tayyorlaymiz bugunlik. Mana bu o'zimiz silos. Atrofini yaxshi bo'lamiz. Bundan 12 kilo tortamiz. Jami 10 ta qo'yimiz bor. Shunga 12 kilo siyoz beramiz, общий. 15 kilo ekan bu. Bunu 12 kilo qilib olsak, xudo xolasa hisob kitob qilib beraman sizlarga. Qo'ylar juda ham zo'r to'yadi, ham semirishi ham zo'r bo'lyapti. Silosda hozir kim necha pul olyapti bilmayman. Biz qopli silosda 15 ming so'm olyapmiz 20 kilosini. Mana ko'rsating tarozini. Bunday aytib bitta. 12 kilogram. Buni yo'q olamiz. Bu yerda buğdayimiz bor. Bu buğdayni pishirib beramiz. Bir sutka yutib qo'yamiz buğdayni. Bir sutka yutib qo'ygandan keyin buni pishiramiz, o'zi ochilib ketadi. Общий 10 ta qo'yga 5 kilo buğday yutamiz. 2,5 kilosini ertaman, 2,5 kilosini kech payt. Shunda 5 kilo buğday 2 mahal yetadi. Pishgan holatini mana ko'rsataman. Pishgan holati 10 kilo bo'lyapti. 12 kilo silosga. Shuni solamiz. Qo'ylarni ham qonloshdi. Ertaman 7 da ham beramiz har kun. Endi bunga 2 kilo donli kepay solamiz. Donli kepayimiz narxi 3000 so'm. Shunda общий yemimiz narxi bizga 35 ming so'mga tushadi. Bir kunligi. Buğdayni 4 ming so'mdan olamiz. Agar sezon bo'lsa yana ham arzon bo'ladi. Biz hozir qimmatroq olyapmiz. Silos 15 ming so'm olamiz. 9 ming so'mlik silos edi bir mahaliga. Ketagimiz 3 ming so'm. Shunda 35 ming so'm. 10 ta qo'yimiz 35 ming so'm ekan bir kunda. Bu juda ham ajoyib natija. Bu qator qo'ylarni ko'rsating. Qo'ylar eti hamma yo'q zo'r. Bu yerda sog'liqlar, bo'g'oq sog'liqlarimiz. Xudo xolasa tug'ishga yaqin. Bittasi ertaroq tug'di. Itlar zo'r turibdi. Ozib ketami, ozib ketmaydimi degan gap so'z yo'q. Juda ham sodda ish. Endi ozroq mehr berilsa bo'ldi. Hozir mana yemni aralashtiramiz. Kepagimiz tugab qopti. Qopimiz bo'shab qopti endi. Buguncha kepas berib turamiz. Kech paytdan yana kepaylik qilib beramiz endi. Juda ham chiroyli yem bo'ladi. Agar bunga ozroq kepay qo'shilsa bo'lmi hozir?
o'zi kepagenda aslano ozgina beramiz 2 kilogramm. Endi mana bug'doy meddasiga tegmasligi uchun. O'zi bug'doy zo'r, bug'doy bersa. Allohga shukr. Agar bularda silosda, bug'doyda sezonida olib qo'yilsa, yana ham arzon tushadi. Endi biz holimiz kichkina, bunga sharoitimiz yo'q. Silos bosgani. O'zi aslida silos bosib qo'ygan afzal. Endi xudo xolasa hayvonimiz ko'paysa, biz ham silosni bosib qo'yamiz. Mana yerimizni aralashtirib oldik. 4 bu yoqqa, 4 bu yoqqa yetadi. Ekipaj so'p qolib topar. Ishini ko'rasizlar. Mana bir to'g'rani mana qo'chqorlarga beramiz. Bu yerda 4 ta qo'zi qo'chqor, hali yoshiga to'lmagan. Bularni endi yemga solamiz. Yemga solish qanaqa bo'ladi? Silosni sal ozaytirib, bug'doyni ko'paytiramiz. Orqasidan обязательно hashay berish kerak. Nimaga desanglar, hashay kirchatga vazifasini bajaradi. Kavish qaytaradi, yaxshiroq hazm bo'ladi, yem o'tib ketib qolmaydi. Ya Alloh, o'zingga shukr. İşini ko'ringlar, jonivorlar. Kambag'al. Ishtahalari juda zo'r. Shu yerga xudo xolasa kechgacha yotadi. Ma degan ovoz eshitmaydi. Ko'pchilik sog'liq qo'y ma'raydi deydi. Endi qorni och bo'lsa, hamma hayvon ma'raydi. Baribir bug'doyni ish katta ekan. Bug'doy yaxshi semirtirar ekan. Bug'doyni butun holatda ham berib ko'rdik. Butun holatda berganimizda 95% ichidan o'tib ketdi. Tezagi bilan birga tushib ketdi bug'doy. Pishirib bergan afzal ekan baribir. He 5 minutlik ish shu qo'yga qarash. Odamlar shu ko'pchiligi baqqani ham erinadi. Mana xudo xolasa bo'ldi. Yemlarimiz oz emas, ko'ryapsizlar. Endi 3,5 ming so'mga vaqt kelsa, bitta non ham bermayapti hozir. Bitta qo'yimiz bir kun to'yapti, 2 mahalli yemi. Endi qo'chqorlar bo'lsa, yana ham ratsionni oshirsa, qanday desam, yana ham bitta razza bosib ketsa borgani 4,5 ming so'mga borishi mumkin. Bir mahalli yemi. Qo'chqorlar, katta qo'chqorlarga. Xudo xolasa niyat bor. Shu yerda bunday to'ldirsak, bu ham endi oilaviy daromad. Men aytadi, bank hisobida bo'laman. Baribir hayvon foyda qiladi. Mehr bersa bo'ldi. Mana ishlarni ko'rsating. Shu qo'zi mana bir oylik qo'zi qo'chqor. Bir oylik natija qaranglar. Oldin endi kichikroq sog'lom baqardik, hozir katta sog'lomlar baqyapmiz. Oldin qo'ylarimiz qachonroq edi. Ba'zi zotli narsa yaxshi ekan. Mana qo'yimiz Qirg'iziston qo'yi. Endi Edelbaya gibrid. Qolgan 3 tasi o'zimiz hisob so'rolar. Mana bitta 2 yashar, birinchi tug'ma, qolganlari ikkinchi tug'ma. Bu qo'chqorimiz o'zimizniki. Razvetiga qo'shib qo'ydik. Men hayron qolgan yerim, qo'yni eti yaxshi bo'lsa, yana ham qo'chqor ekan. Bu bolasi bor qo'y, indamay turibdi qo'chqorga.
u bir kunlar 1-2 yilg'ida nazarimdan qochib qoldi shu ham. Et yaxshi bo'lsa qochar ekan. Bitta akamizdan eshitdim. Yaxshi bo'lsa tuqqandan keyin 3 oylikdan keyin ajratib yuborsang, yana qochib qolaveradi. U degani 2 yilda 3 marta bola olasan dedi. Xudo xolasa biz ham shuni sinab ko'rmoqchimiz. Shunga harakat. O'ylarimiz tay quruq, sababi tay teshik, havo aylanishi yaxshi qishda ham shu yerda turaveradi. Oldin yopmaymiz, hech narsa qilmaymiz. Suvlar oldida turadi, постоянный. Bu yerda qo'ziqochqachalarimiz. Biz ham bozordan olganmiz bularni. Mana bular ham yemini yevorolmaydi, hamma yemini. Endi badanlariga kelsa, badanlar semiz, ariq emas. Munosib 65 kilo kelib qoladi eng kattasi. Eng kichigi endi 40 kilo atrofida qo'chqorchalar. Har xil 3 million, 3 million 200 ming so'm, 2 million 600 ming so'm asna bo'lgan bu yerda qo'chqorlar. Hozir hayvon ham bozorda qimmat o'zi. Narxi oshib ketdi, go'sht ko'tarilyapti. Qarang, bu yerda tagi o'zi yomon bo'lishni boshladi. Sababi bu yerda havo aylanishi yo'q. Mana ikki tomoni devor, faqat bu yerdan kiradi xolos. Bunga xudo xolasa bularni ham yana kunlar sovgandan keyin taxta polli qo'yxonalarga olib o'tamiz. Taxta polli qo'yxonalar qildik. O'shanda boqib ko'rmoqchimiz. Unda zo'r yeri axlat bo'lmaykan, oyoq og'rig'i degan narsa bo'lmaykan. Bitta chatoq tomoni tirnoq o'sib ketar ekan, ana yerda tursa qo'y o'tkirlab turadi, tirnog'ini yiltib turadi. Unda tirnoq o'sib ketar ekan, o'sib ketgandan keyin tuyoqqa bunday qayrilib, bunday botib ketar ekan. Uni endi vaqti kelib qaychida qiyib tursangiz muammo bo'lmaydi. Lekin pokiza semirar ekan taxta pollida. Havas qildik biz ham. Shu bir 30 ta qo'yga taxta polli qo'yxona qildik. Xudo xolasa keyingi videolarda uni ham chiqaramiz. Jarqonni ochanmas bo'ladi. Kavush qaytarib turibdi. Qo'ylarimiz kichikroq ko'rinishi mumkin. Kamerada har xil ko'rinadi, katta kichik. Qo'yxonamiz chuqurroq. Shu 15 kunda, 20 kunda bir tayinni shupurib olib tashlaymiz. Tay quruqligi zo'r. Quruq turadi. Quruq tursa, tuyoq kasalliklari bo'lmaydi. Xudo xolasa chorvani baqinglar, foyda bor. Bu yog'iga hisoblab ko'ring, bu yog'iga hisoblab ko'ring, baribir foyda borda. Tushyaptimi? Foyda bo'lmasa shuncha odam hayvon baxmaydi. Shu yemini bo'lgandan keyin o'zimiz oddiy somonni jozida maydalab bir to'g'ri to'kib qo'yamiz, kechgacha yeb yotaveradi. Apparatimiz bor, apparatda chiqarsak changib ketyapti, hamma yo'qlik. Iflos olib ketyapti. Undan ko'ra jodida qirqib qo'yapmiz. Nima qilmay o'g'lim? Qo'rqami sizdan? Shu bola ham hayvonga qiziqadi. Xudo xolasa bu ham qassob bo'lasa o'g'lim. Xudo xolasa bu bola ham qassob bo'ladi. Xudo xolasa shu bilan video syomkamizni yakunlaymiz. Ko'rdinglar, bittadan like bosib qo'ysanglar, xudo xolasa yaxshi videolar chiqarib boramiz. Sog' bo'linglar.